Dadam o'rtoqlar 1 oy oldin onalar trendini olib ko'rgandim. Men ham ya'ni 9 oyligida qornimda taxmin qilib ko'rgandim. Endi shuni solishtirib ko'ramiz. Hozir уже menda 9-oy, oxirgi semestr ham bo'ladi. Xo'p, men sani 3 kiloyu где-то turist tug'ilasan deb o'ylayman. Opim bu yerda baqirib yotibdi. 3,5 kilo tug'ildi. Qiz deyishgan. Menimcha tushimda ham o'g'il ko'rdim, balki o'g'il bo'lib qolishi mumkin. Lekin qizmi o'g'ilmi farqi yo'q. Ko'rib turganingizdek qiz bola. Qiz bolani yaxshi ko'ramiz. To'g'ri, o'g'il farzanddan kutgandek-mi? Qiz farzand ko'proq yaxshiroq. O'zimiz ham 4 ta qiz bo'lganimizni bilasizlar. 4 ta qizimiz to'ydi. Bo'ying где-то 51-52 sm tug'iladi. Bo'yini to'g'ri topimman, 52 sm tug'ildi. Menimcha oq sariqdan bo'lib tug'ilasan. Da, o'rtoqlar, oq sariqdan tug'ildi, oq sariq bo'ldi. Sochlari ham tillarang aniq degandim. Kipriging uzun, qosh kiprikli bo'lib tug'ilasan deb o'ylayman. Soching uzun bo'lsa kerak. Sochi uzun tug'ilmadi, sochi tillarang bo'lganligi uchun. Endi oq sariqdan tug'ilganligi uchun sochi tug'ildi. Qosh kiprik. Xo'p, kiprigi ozgina bor, sariq bo'lganligi hisobiga qochi ko'rinmayapti hali. O'zim ham kal tug'ilganman. Shu bilan mamasha trendimiz tugadi. Sevchki, ishtonlar. Asaldek bu.